Assalomu alaykum. Bugungi video darsligimizda bolalar bog'chasi intellektual tizimining nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun, ya'ni oilaviy bog'chalar va DXSH katta bog'chalar uchun tarbiyalanuvchi qo'shish bo'ladi. Bu yerda demak dasturdan tarbiyalanuvchi qismiga kiramiz va yuqoridagi tarbiyalanuvchi qo'shish knopkasini bosamiz. Bosganimizdan keyin fuqaroligini so'raydi. O'zbekiston fuqaroligi va guvohnoma seriyasini tanlaymiz. Guvohnoma seriyasini tanlab, u yerdan guvohnoma raqami degan joyga raqamini kiritib boramiz. Keyinchalik tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kunini kiritganimizdan so'ng keyingi knopkasini bosamiz va bizga tarbiyalanuvchi haqidagi ma'lumotlar chiqadi. Chiqqanidan so'ng pastki qismida ota-onalar haqidagi ma'lumotlarga e'tibor beramiz. Agar mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, ota-onalar qo'shish tugmasi orqali kiritishimiz kerak bo'ladi. Ushbu narsa mana pastki qismda bor. Pastki qismdagi ota-onalar qo'shishni bosganimizda, demak, ota-ona haqidagi vasi yoki ota-ona ism, familiya otchestvasi, jinsi va telefon raqami, manzili kerak bo'ladi. Bizga kerak emasligi uchun bekor qilish va keyingi knopkasi. Bu yerda e'tibor beradigan narsamiz tarbiyalanuvchining kiritish uchun bo'sh o'rinlar soni. Ya'ni mana shu joyda 5 raqami. Shu yerdagi necha raqam bo'ladigan bo'lsa, sizda shuncha bolani qo'lda kiritish imkoniyati mavjud. Demak, pastki qismda amal, guruhimizda bitta bo'sh joy bor va buyruq raqami. Buyruq raqami istalgan raqam, amalni bosdik va keyingi knopkasini bossak, tarbiyalanuvchi safimizga qo'shildi. E'tiboringiz uchun rahmat.